Assalomu alaykum. Hozir bugungi darsimiz boshladi. Bugungi darsimiz xosla. Bu differensiyalar bilan bir xil tushuncha bo'lib, ikkalasi deyarli farq qilmaydi. Hozir sizga mana shu xoslarning bir qismi bo'lgan sodda funksiya xoslasini o'tamiz. Sodda funksiya xoslasi xosla jadvaldagi barcha xoslalar tushuniladi. Ya'ni bu yerda eng asosiy funksiyalar birinchi xoslarning formulasi, xoslarning birinchi formulasi s ning hosilasi s, ya'ni s bu nima desa, o'zgarmas sonning hosilasi teng 0 ga. Faqat s teng emas 0 degan shart bilan ishlanadi. Tushunarlimi? Bu nima desa, bizga biror bir son berilsa, 7 ning hosilasi necha desa, 7 dan hosila olyapsiz. Mana bu hosila belgisi shtrix. Hosila belgisi shtrix. Tushunarlimi? 7 ning hosilasi 0 edi. 5 hosilasi esa bu ham 0 ga teng. Minus 21 hosilasi esa bu ham 0 ga teng bo'ladi. Tushunarlimi? Endi faqat mana bu joyda 0 ning hosilasi degan so'z bu yo'q chiziqcha. Tushunarlimi? Mana bu birinchi formula, endi bu oddiy formula. O'zgarmas sonning hosilasi har doim 0 ga teng degan qoida. Endi ikkinchi formula x darajasi n degan misolda x darajasi n mana shuni hosilasini oling desa, biz siz bilan buni o'rganganmiz. N oldiga tushadi. Endi oldiga tushing. Faqat darajadagi n dan birni ayirib qo'ying. Shuni hosilada. Ya'ni bu nima degansa, x ning kubidan hosila olganimizda 3 oldiga tushadi. Darajadan birni ayirib qo'ysak, 3 dan birni ayirib qo'ysak, mana bu yerda 3x ning kvadrati degan so'z qoladi. Tushunarlimi? Ya'ni mana misol uchun yana hop 7 oldiga tushsin. 7x ning 6 darajasi. Tushunarlimi? Bu oson. Buni sizga minuslilardan o'rgatayman. Minuslilardan bo'lsa x ni qaranglar, minuslilarda asosan qanday beriladi? Minuslilarda bizga bir taqsim ko'rinishda beradi. Bir taqsim x ni, misol uchun mana darajasi yoki bo'lmasa shunga o'xshash darajalar. Hozir bir daqiqa. Xo'p, mana qarang. Mana bu joyda hech qachon sizga minus daraja bermaydi. Nima deydi desa, asosan misol uchun bir taqsim x ni misol uchun deylik. Xo'p, ikkinchi darajasi. Bu bir taqsim x ning ikkinchi darajasi degani o'zi aslida 2 ning minus ikkinchi darajasi. Tushunarlimi? Ya'ni mana shu funksiyadan hosila oling deganda, mana bu funksiyadan hosila qo'yish osonroq. Tushunarlimi? Mana bundan qanday hosila olasiz? Mana bu darajani oldiga olib tutsangiz minus 2. Endi x ning necha darajasi? Endi shu joyda minus 2 dan 1 ni ayirsangiz, ya'ni minus 2 minus 1 bu minus 3 ga teng. Esimizda bo'lsa ishlaganmiz mana shuni. Tushunarlimi? Mana bitta ishlaymiz. Qarang. Minus 1 taqsim x. Qarang, oddiy, juda ham sodda. Faqat nima bo'lsa x ning necha darajasi yozilmaydi, ham birinchi daraja. Faqat nima bir taqsimni yo'qotish uchun minus qo'yib qo'ydim mana shu darajaga. Shundan hosila olyapmiz. Hosila olish nima bo'ldi? Minus 1 oldiga tushsa, minus 1 ko'paytirgan x ning endi nima bo'ladi? Minus 2 darajasi. Yo'q, bu ham teng bo'ladi. Minus x ning minus 2 darajasi deb qo'ysak, kifoya. Tushunarlimi? Mana shu ikkala formula, mana bu ikkala formulani menimcha o'rganganmiz. Shuning uchun ham tezlashtirib o'tib ketaman. Hop. Endi misol uchun bizda oldimizda nima bo'lishi mumkin? Formulada s ko'paytirgan x erinti, ya'ni o'zgarmas son koeffitsient kelib qolishi mumkin. Koeffitsient bilan hosila olish bo'lganda nima bo'ladi? Koeffitsient tashqari chiqarib turib, o'zidan hosila olishning kifoya. O'zi tashqari chiqarish ham shart emas. Faqat tashqari chiqarib olyapmiz degan maqsad bilan olsak bo'lar ekan. Nima bo'ladi desa, s tashqarida bo'lsa, yoniga n tushadi-da, x ni n minus 1 ko'rishdi. Tushunarlimi? Mana misol uchun bizga berishi mumkin 4x ning 5-darajasidan hosila oling. O'zi aslida 4 tashqari chiqarishimiz kerak. Biz tashqariga ham chiqarimizda 4 ko'paytirilgan 5 ni oldiga olib tushsak,
5 x ning 4-si. Ya'ni bu ham barobar necha ekansa 20 x ning 4-si. Tushunarlimi? Mana shu ko'rinishda ishlanaveradi. 6x kvadratdan hosillanadi. 6 kare 2 x ning birinchi darajasi yozilmaydi u. 12x. Tushunarlimi? 7x ni 5-dan hosillanadi. 7 kare 5 35 x da 4 darajasi. Bo'ldi, shundan oldin ketaveradi. Qiyin emas. Xo'p. 5 taqsim x ning minus x ning 4 darajasi. Bo'pti. 5 ko'paytirilgan. Hali 1 taqsim bilan baribir mahrajdan suratga olish uchun, ya'ni tepaga olish uchun minus 4 bo'lib qoladi shu. Tushundingmi? Mana shundan hosilyapmiz. Hosilyapmiz. Hosilasi minus 4 oldiga tushadi. Minus 4 kare 5 minus 20 x ning nechinchi darajasi bor? Daraja minus 5 qoladi. Tushundingmi? Yana bitta ishlaylik xuddi shundan. 3 taqsim x ni 5 6 darajasi ham deyveraylik mana. Hosilyapti. 3 x ni minus 6 darajasini hosilab qo'yish kifoya. Tushundingmi? Minus 6 3 ta oldiga tutsa minus 18 x ning minus 7 darajasi. Tushunarli bo'ldimi? Mana bu formula. Buni siz bilan oldin o'tganimiz uchun chuqurlashib ketmadik. Hop. Boshladik. Xo'p, birinchi formula o'rgan. Endi formulalar juda ko'p. Formulalar ketma-ket endi ketma-ket bilmasam ham, lekin mana bular bilan, masalan, asosiy formula nima ekansa, ln darajasi x ni hosilasi bu 1 taqsim x. Tushundingmi? Logaritm asosiy x ni hosilasi esa bu xuddi shu 1 taqsim x ko'paytirilgan, faqat mana bu yerda a borligi uchun ln a. Tushundingmi? Mana bu funksiyalar bor. Yana bor formula y darajasi x ni hosilasi deymiz. Bu y darajasi x. A darajasi x ni hosilasi y dan farqli sonda bu. Boshqa bo'lsa 2 darajasidir. Shuni hosilasi bu a darajasi x ko'paytirilgan ln a. Tushundingmi? Mana bu funksiyalar bor. Yana qanaqa funksiya bor ekan? Mana bu joyda hop sinus x hosilasi. Cosinus x hosilasi minus sinus x. Hop. Tangens x hosilasi minus hop cosinus kvadrat x. Hop, kotangens hosilasi esa mana boshladik. Kotangens hosilasi 1 taqsim minus 1 taqsim sinus kvadrat x. Asosiy mana shu formulalar. Tushunarlimi? Sodda funksiya hosilari mana shular asosiylari. Tushunarli bo'lsa yaxshi.